Mana bu hududda Farg'ona voliysi territoriyasida, Farg'ona voliysi territoriyasida 3 ta respublika joylashgan bilasizlar. Bir tomonda asosiy O'zbekiston, yana bir qismida qardosh Qirg'iziston, yana bir qismida qardosh Tojikiston xalqi. Mana shu 3 xalqni mujassamlashtirgan, ularning tarixini, madaniyatini, ularning etnik jarayonlarini jipslashtiruvchi, ya'ni bir-biriga mushtarak etuvchi qadimgi davr madaniyati mana bu qo'shliqqa yodgorligi misolida namoyon etildi. Men buni ko'rib juda xursand bo'ldim. Shuning uchun bugungi ko'rgazmani ochilishiga bizning Qirg'izistondan bir guruh do'stlarimiz kelganini ko'rib men yana xursand bo'ldim. Ruxsat bersalaring mana bu ko'rgazmani ochiq deb e'lon qilsam va Qirg'izistonlik do'stlarimiz bilan birga lentani kesib yodgorliklarni bir ko'rgazmani ko'rishga kirishdi. Farg'ona voliysining delegatsiya tarixi bilan shug'ullangan. Sug'urma dehqonchilik tarixida. Juda qadar bilan kishi sug'urma dehqonchilik tarixi haqida qadar bilan qoldirmagan. Biz hozirga qadar mana shu odamni yodgor asarlari asosida tadqiqot ishladik. Qamış uchi qaltiroq, uni toping deb barim. Igna uchi yaltiroq, uni toping deb barim. Taqir tupur taqravon, uni toping deb barim. Ichidagi mehribon, uni toping deb barim. Voy, topinglar. Endi navbat bizga. Yigitlar, tez aytishib o'ynamaymizmi? O'ynaymiz. Qani qizlar boshladik. Undan qilsa boshladik. Qani g'ildirakni g'izillatib qildiradi, 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 qani g'ildirakni g'izillatib qildiradi. Qasam chavolinglar. Qani g'ildirakni g'izillatib qildiradi, qani g'ildirakni g'izillatib qildiradi, qani g'ildirakni g'izillatib qildiradi.